Assalomu alaykum kuzatib borayotganlar. Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Mana iftorlikka ham yetib oldik. Biz iftorlik qilamiz. Yonimizda ochilgan Ariston. Bu yerda Ariston terayotgandim. Bektemirga kelganman navbatdagi vizit bo'yicha. Chaqirishganda 50 talik Aristonimiz bor deb to'lib ketgan ekan. Mana chayqab yuvib, narsalarni titpashaganman. Terayotgan paytimda og'zachcha bo'lib qoldi. Uyda egalari iftorlik oling deb choy qilib berishdi. Shu ro'za boshlangandan beri bir kun Zangiotada, bir kun Kelesda, bir kun bu yoqda Qibrayda shunaqa iftorlik to'g'ri kelib qoladi. Odamlarning uyida iftorlik qilishga to'g'ri kelib qoladi. Shu videoni ko'rayotganlar bo'lsa, kim shu bizga hurmat qilib iftorlik bergan bo'lsa, Alloh taolo ajrini ko'paytirib bersin, u dunyo bu dunyo. Shu uylarda biz yeb kamaytirib ketgan narsalarni Alloh taolo jannat firdavslarda ziyodasi bilan qaytarsin. Amin. Allohu akbar. Kimga Toshkent bo'ylab shunaqa Ariston xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol shu raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha maslahatlarimiz, tekin maslahatlar ham berib qo'yaveramiz. Borib chiroyli xizmat ham qilib berib, pullaringizni ham, duolaringizni ham olib chiqib ketamiz, xudo xolasa. Salomat bo'lasizlar.